prezident boshqaruvchi, iltimos meni chiqarib yubormang. Sizdan iltimos qilaman. Nimaga seni chiqarib yubormasligim kerak ekan? Sening ishlaring menga yoqmayapti. Sen xato qilyapsan. Seni isming endi Mer emas, 13-jitel. Qanaqa qilib qanday bo'lishi mumkin bu? Menga bitta imkoniyat bering. Iltimos qilaman sizdan. Tinchlan, sen 13-jitelsan endi. Boshingdagi tojni ham yechib tashlasang ham bo'ladi. Yo'q, iltimos qilaman sizdan. Menga bitta imkoniyat bering. To'g'rilay xatomni albatta to'g'rilayman. Qanaqa imkoniyat? Qanaqa to'g'rilayman? Bu dokumentlarni endi to'g'rilab bo'lmaydi. Men senga bir kun vaqt muhlat bergandim. Sen endi ikkinchi kunga o'tib ketding. Endi sen merlikdan chiqasan. Yo'q, bu nohaqlik. Men buni hozir ruchka bilan to'g'rilayman. Mana to'g'rilayman hozir. Yo'q, jitel, endi kech. Sen bo'shading. Bu qanaqasiga bo'lishi mumkin? Yo'q, bo'lmaydi. Men nima qilsam bo'ladi? Lekin meni bo'shatib yuborishdi. Endi men merlikdan bo'shadimmi? Qishloq, qayerdasan? Mana shu yerda ekansan-ku. Sen meni tushunding. Endi merlikka qaytarmoqchimisan meni? Yo'q, men senga bu tojni yechib tashlay demoqchi edim. Mana musorka, mana shu yerga tegish. Sen endi mer emassan. Yo'q, bu nohaqlik. Ha, mayli, kuning og'irsiz o'tsin. Hammasi tugadi, hammasi tamom. Endi men oddiy jitilman. Allo, mamaga mening ismim Steve. Xush kelibsiz mening yangigina videomga. Bugun bizlarni juda ham ko'p ishlar kutyapti. Ha, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Bugun men fermerlik ishlarimni yuritaman. Har doimgidek qishloqning ishi. To'xtab turinglar, hozir sizlarga bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Mana shu joyda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. O'z mahsulotingizni yoki boshqa bir narsangizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'ting. Telegram kanal silkasi kommentariyada bo'ladi. Bizlar hali ko'plagan ishlar qilishimiz kerak, lekin buni tushuntirib o'tirishim shart emas. Har doimgidek mana qishloqlarning uyi, qishloqlarning vatani, mana shu bu dokumentni buni merga berishim kerak. Tak musorni ham to'kib tashlashim kerak edi. Menga kerak emas, axlat chiqindi paqi bu. Bu dokumentni tezroq olib borishim kerak men merga. Mer yonida musorni paqi bor. Tak men olib borishim kerak. Birdaniga musorni paqini ham tashlab yuborishim. Bu nima edi bu endi? Mer qayerda endi? Merni uyi nimaga bunaqa bo'lyapti? Tak, bu eshik yopiq. Kim bor? Mer amaki. Rais bu. Yo'q, chiqmayapti nimagadir. Hech kim ko'rmayapti yana. Hech kim yo'q. Dokument ko'rindi lekin. Tak, hozir bu yerlarni ko'raylikchi. Qayerda? Mer, bu kim? Kimsan? Jitel, kimsan? Steve, ahvollaring qanday? Salom, sen kim bo'lasan bu yerda? Nima qilyapsan bu musorni tagida? Steve, bilasanmi? Hammasi tugadi. Nariroq tur, o'zi kim bo'lasan sen? Nima, Steve, meni tojsiz tanimay qoldingmi? Tojim yo'qligidan foydalanib. Nima toj, sen kimnidir eslatyapsan sen? Bu merman, 13-qishloqning rais buvasi. To'xtab tur, sen mersanmi? Ha, bu merman, lekin men endi mer emasman. Tojim ham yo'q, ishdan haydaldim. Hozir 1 minut, men musorimni tashlab olay, siz bilan yaxshilab gaplashamiz. Nima deyapsan o'zi? Hech narsani tushunmadim hozir. Meni admin bo'shatib yubordi, prezidentning o'rinbosari. Endi meni foydam yo'q ekan, dokumentlarim hech yoqmayapti ekan. Nimaga yoqmayapti, men ham tushunmayapman. Endi oddiy aholiga o'xshab qoldim men ham tojsiz. Shunda seni haydadimi? Ha, meni haydashdi. Endi men oddiy jitel o'xshab qoldim. Men nima qilishni ham bilmayman. Tojsiz hamman. Yo'q, yig'lama, men senga ish topib beraman. Uylarni ta'mirlash yoki musorlarni tozalash. Qanaqangi musor tozalash? Men o'zim mer edim. Endi shunaqangi bo'lib qoldim. Musor tozalab yuramanmi men? Mer, sen xafa bo'lma. Senga bitta ish topilar. Mayli, menda bu dokument bor edi. Mana shu dokument senga kerak emasmi? Men shuni deb ishdan haydaldim-ku. Mer, to'xta, qayerga? Mayli, tak. Shunda bizlar mersiz qoldikmi? Mersiz endi hamma aholi har narsa bo'lib ketishi mumkin. Endi buni nima qilsam bo'ladi? Bu dokument endi kimga kerak endi bu? Salom Steve, hozirgina sen uyga kelgandim. Jitel mer ishdan haydaldi. Nimalar deyapsan? Nima uchun haydaladi? Bizning yerimizda kim haydadi? Sizlar to'g'ri eshityapsizlar. 13-qishloqning Jitel haydaldi. Nima? Uni kim haydadi? Menimcha bu ishni admin qildi. Salom Steve, nima bo'lyapti o'zi? Kimni haydadi bu yerda? Men hech nima tushunmadim. Merni admin haydabdi. Nima? Bizlar qishloq merisiz nima qilamiz? U juda ham yaxshi mer edi. Shu videoning ikkinchi qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga kirib plus tugmachasini bosib yuborib qo'yinglar.